Balaning onasini tanlashdagi haqlari. Nikahlanishning hikmati va uning hukmini bayon qilib bo'lgandan keyin, balaning onasini tanlash balaning eng muhim haqlaridan degan qarashga asosan, er yoki ayolning nikahlanishda asoslanadigan bir qancha turli shartlarni o'ttirib qo'yamiz. Bu haqda mundaq bir asar naql qilingan. Bir kishi o'g'lining o'zini qaqshatganligini shikoyat qilib, mo'minlarning amiri Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning yeniga keldi. Umar radhiyallohu anhu u balaga kayganda, bala Umar radhiyallohu anhudan "Ey mo'minlarning amiri, balaning dadasi ustida haqlari yo'qmi?" deb so'ragan edi. Umar radhiyallohu anhu "Albatta bor" deb javob berdi. Bala "Ey mo'minlarning amiri, u haqlar qaysi?" deb so'radi. Umar radhiyallohu anhu balaning onasini yaxshi tanlash, balaga chiroyli ism qo'yish va Qur'on o'gitish deb javob berdi. Bala bu javobni anglab, "Ey mo'minlarning amiri, dadam bularning hech birini ado qilmadi. Anam bo'lsa bir majusi qora ayol. Dadam menga Ju'ran, ya'ni tezak mayoq deb ism qo'ydi va menga Qur'ondan bir harfni o'rgatmadi" dedi. Shuning bilan mo'minlarning amiri Umar radhiyallohu anhu u balaning dadasiga qarab, "Sen texi o'g'lingning seni qaqshatganligini shikoyat qilib keldingmi? O'g'ling seni qaqshatishdan ilgari sen uni qaqshatibsan. O'g'ling sana yomonlik qilishdan ilgari sen uningga yomonlik qilibsan" dedi. Buningdan ona axloqining balaning axloqiga ta'sir ko'rsatadiganligini bilib olishga bo'ladi. Bir shoir bu haqda mundaq degan: "Izdisang balaning holini bilmak, taparsan onaning xulqidan faqat. Afzaldur fazilat sohibi ayol, axloqsiz onalar farzandga ofat. Gar bo'lsa parvishkor aslidan nadan, na bo'lg'ay balada yaxshilik sifat." Osman ibn Abu As radhiyallohu anhu balalarga mundaq degan: "Ey balalarim, men onanglarni tanlashda sizlarga yaxshilik qildim. Nikohlanguchi ko'chat tikkuchiga o'xshaydi. Shunga sizlardan har bir kishi ko'chatni qayerda tikkanligiga obdan qarasin. Chunki nachar naslidan esil kishilarning vujudga kelish ehtimolligi intayin tuvan. Er kishi islom belgilab bergan asos va yo'l yo'riqlarga muvofiq holatda ayolini yaxshi tanlasa, u kishi balasi tug'ilishdan ilgirla balasini tarbiyalashga boshlagan bo'ladi. Bu haqda donolarning biri mundaq degan: "Balang tug'ilishdan 20 yil burun uning tarbiyasini boshlagan." Donolarning yana biri balalarga mundaq degan: "Sizlarga tanladim nasablik ayol, qilay deb yaxshilik hammadan avval." Demak, solih ayolni tanlash balaning dadasi ustidagi eng cho'ng va eng muhim haqqidir. Chunki bu haq bola paydo bo'lishdan ilgirla uning ko'ngil bo'lishni talab qiladi. Bu haq yana balani ko'tiradigan mehrli qachiga, ya'ni onaning balyatqusiga va uni emitadigan kuyimchan ko'krakka hamda balalik, balog'atga yetish va yoshlik davr qatorliq bu uzun jarayonda balaga ko'ngil bo'ladigan pok bir jonga ahamiyat beradi. Mana bu pokjon dal yuqorqi yuklarni ko'tiradigan tarbiyachi onadan iboratdir. İnchiklik bilan surishtirilib tanlangan yaxshi onaning go'zal xuluqlari uning farzandlarining vujudiga singib, ularda o'z ta'sirini namoyon qiladi. Hurmatli anglovchilar, bu kitobning davomi yana davomli huzuringlarda bo'ladi. Ulug' mehribon Allohdan hammanglarning oilasiga xushallik, baxt, saodat va xotirjamlik tilayman va farzandlaringlarni din uchun xizmat qiladigan qorilardan va mujohidlardan qilib berishini so'rayman. Amin.